Berilgan tenglamada A va B o'zgarmas sonlar. Agar tenglama infinite solution cheksiz yechimlarga ega bo'lsa, ya'ni bor bo'lsa, has what is the value of a plus b? A plus b ning qiymati nimaga teng? Value qiymat, what nima? Of ning. Shunda a plus b ning qiymatini topishimiz kerak. Ax plus 3 qavsa 3x minus 2 teng 5x plus b ko'rinishdagi tenglamamiz berilgan. Shunda shu aytyapti, cheksiz ko'p yechimlarga ega bo'lsa, a va b ning qiymatini toping va a plus b ifodaning yakuniy qiymatini toping degan. Bunda birinchi qavsani ochib chiqamiz. Ax plus 9 ta x minus 6 teng 5x plus b va x borli ifodalarni bir tomonga hadlarni o'tkazib olamiz. Ax plus 4x teng b plus 6 va x ni qavsini tashqariga chiqarsak a plus 4 teng b plus 6 qoladi. Ya'ni cheksiz ko'p yechimlar degani uchun har bittasini 0 ga tenglashtiramiz. Mana shunaqa qavsda yozib qo'ydim. A plus 4 teng 0, b plus 6 teng 0, a teng minus 4, b teng minus 6 va a plus b ning qiymatini so'ragani uchun minus 4 minus 6 qo'shib qo'ysak minusdan 10. To'g'ri javobimiz A javob. Minusdan 10.